Hammamiz rozi. Xush kelibsizlar. O'tiring, yana yoqqa o'tiring, siz yoqqa o'tiring. Qani. Qani ilohim, o'zim aytaymi? Ayt. Men bir aytsam yomon aytaman lekin. Ilohim, biz keldik. Boshqa hech kim kelmas. Amin. Allohu akbar. Endi sizlar nozik ne'matlardan yeb turinglar. Xo'sh, bu meni uyim. Mana xona o'g'lingizga. Mana xona sizga. Mengami? Mana xona menga. Endi billa chiroyli yashayveramizda. Xudo xolasa. Sizlar o'tirib turinglar, men hozir bir nimalar olib kelaman, ha? Sizlar xush kelibsizlar. Mana sizlarga qo'l baloq qilib muzdagina ayron qilib. Ayronmi? Hozir men sizlarga yana bir nima olib kelaman, ha? Suzib turinglar, hozir. Molda ayronimiz ekan. Hozir kelaman. Qara, uni piyolasiga solib qo'ygin endi marimish. Tushundingmi? Oldingidan yana boradigan solib qo'yma. Mushkulimizni sal yengroq qilib bu safar. Ikkita joydan qaytib ketdik. Birovni o'ldirib qo'ydik. Va, kunam sib ketdi. Cho'ponni hech bo'lmasa o'z uyingda his qilishing kerak endi bu yerlarda. Mazza qilib yashaymiz, xudo xolasa. Men uyli bo'laman, sen moshinli bo'lasan. Yo, bismillahirrohmanirrohim. Bir qo'yaymi? Qani bir ayrondan bitta quychi, molda ayron dedim, qo'yda ayron dedim buni. Moldiki bo'lsa kerak. Ayron endi kampirni qilamiz, ikkalamiz ayron. Qani o'g'lim, bu ayron molni ayronmi, qo'yda ayronmikan? Echkinimikan? Odamni desam xato. Molmi, qo'yni farqi yo'q, ha? O'g'lim, kiyalar muborak bo'lsin senga. Menga uy muborak bo'lsin. Biroq yasha hayajonlanib ketyapman. Allohga shukr. Xudoga shukr, yaxshi bo'ldi. Buni margimishni kelasi solib qo'ydingmi? Dada, baloga soldim, dada. Margimishni monanga soldingmi? Nima? Xush kelibsizlar, xush. Aytdim, kelishlar bejoydi. Maqsadlaring uy-joyimga ega bo'lish bo'lgan ekanda. Meni uy-joyimga ega bo'laman deb ketganlar qancha. Hali ko'p ketadi o'xshaydi.